Qani bolalar, chaqqonroq. Nafasni bir maromda olamiz, bo'lmasa toliqib qolasizlar. Tezroq. Olma beraymi? Ay, yo'q, kerak emas. Voy, o'xshamadi dugonajon. No! Tu! Set! Net! So! Aso! Tilgop! Yodi! Hop! G'alati, Yo! Oldi qo'l bilan ishlaymiz. No! Baqirishlarni aytyapman. Set! Net! So! Aso! Tilgop! Yodi! Hop! Yo! Pagde! Now! Tu! Set! Net! So! Pagde! Unchalik qiynalmas ekan. Qara. 1, 2, Net! 1. Qo'ysangchi. Aso! Nima? Tilgop! Qara. Yodi! Mazza qilishyapti. Pagde! Now! Tu! Set! To'xtab Yur, tur. ket. Ko'raylik. Aso! Dilobar. Tilgop! Latif aka, Labay. ochiqni aytganda yangamni ahvollari og'ir. Kasallik o'tkazib yuborilgan. Bu yerda yotishlarining foydasi yo'q aka. Doktor, oxirgi ilinjimiz sizdan bir yordam qilasizda. Yo'q, ertaga yangamga javob beramiz. Ularni shahar markazidagi shifoxonaga olib boring. Yaxshiroq mutaxassisga ko'rsating. Xo'p, Sog' bo'ling. rahmat doktor. Qalaysan? Yaxshimisan, xotin? Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum. Bugun ko'rinishing ancha tuzuk. Ko'z tegmasin. Xullas,
Bor, ishingni qil. Aralashma. Dilobar. Nimaga mendan o'zingizni doim olib qochasiz? Axir men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Dilobar, men jiddiy gapiryapman. Fikri xayolim faqat sizda. Menga unaqa gaplaringizni gapirmang. Men unashtirilganman. Sen baribir meniki bo'lasan. Qachon qutulaman bu shilqimdan? Rais buva, aytganingizda shartnomalarni to'g'rilab qo'ydim. Sibirga limon olib borib sotishga. Endi faqat haligi ishonchliroq, durustroq yigitlardan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Balki bu ishga Sharifjonni jo'natarmiz, a? Nima deysiz? Bundoq soqolingni olib yursang bo'lmaydimi? Xo'p. Endi bu ish Sobirjon sal nozikroq ish. Shuning uchun bu masalani yana o'ylab ko'rish kerak. Agar foydadan 12%ni beradigan bo'lsak, uncha-muncha odam rozi bo'ladi. Kimdir keldi? Voy tavba, mendan boshqa odam yo'qmi? Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Rais buva uydamilar? Kim ekan u? Tavba qildim. Qo'ling singur Elyor. Latif o'qituvchini o'g'li. Shu paytda nima qilib yuribdi? Bor chaqir og'ayning-ku. Bor chaqir. Kiraver. Kel. Assalomu alaykum. Salom Rais buva. Tinchmisan? Yaxshi yuribsizmi? O'tir. Rahmat. Omi, tinchlik xotirjam sihat salomatlik bo'lsin, omi. Ha, chempion. Rais buva, oldingizga bir iltimos bilan keldim. Ha. Shunaqa degan. Men senga sport zalini qurdirib beraman dedimmi? Qurdirib beraman. Faqat hosilni yig'ishtirib olaylik oldin. Men albatta va'dam ustida chiqaman. Bolalarimiz uchun qilayotgan bu ishlaringga gap yo'q-ku. Men haligi Biz ham qarab turmaymiz uka. Mana kuzga borib hosilni yig'ishtiramiz. Bahorga borib esa yangi sport zali mashg'ulotlarni boshlab olasizlar. rahmat, lekin men oldingizga shaxsiy ish bilan keldim. Shunaqami? Eshitaman, gapiravur uka. Bilasiz, onamlar anchadan beri betoblar. Shunaqami? Qarzga pul so'ragani keldim. Onamlarni davolatishim kerak. Ha, onang ancha yil xizmat qilganlar kolxozga. Xalqqa ham xizmatlari ko'p tekkan. Mayli. Onangni davolatishga pul beraman. Lekin bitta iltimosim bor sendan. Aniqroq taklif. Bu yaxshi ish. Sibirga limon olib borasan. Agar yaxshi foyda qilsang, qarzingdan qutulasan. To'yini ham o'tkazib olasan. Nima deding? Bilmadim. Ilgari bunaqa ish qilmaganman. Qo'limdan kelarmikan? Nega kelmaydi? Keladi uka. Agar qo'lingdan kelmaganda senga aytmagan bo'lardim. Rais buvam yomon taklif aytmadilar aka. Rozi bo'lavering. Hammasi zo'r bo'ladi.
Rahmat. Sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayman. Ortiqcha gapdan keragi yo'q-ki. Shu ishni bajarib kelsang bo'ldi. O'zi qaynana yaxshi ko'rgan yigit ekansan. Osh tayyor bo'tdi hozir. Ha, Nazokat. Ha? Oshing bo'ldimi? Olib ket tezroq. Sen Sabir hujjatlarni tayyorla. Yaxshi. Bunga limonni tan narxida berasan. Xo'p bo'ladi. Zubay mashinasiga Mana. qancha tonna ortadi? 15 tonna Olaymi? ortsa bo'ladi. Sizda qoshiq bormi? Ha, keling. Lekin meni pulim yo'q limon sotib olishga. Eliyor, pulni kelgandan keyin berasan. Zubay yo'lda senga yordam beradi. U Rossiyaga juda ko'p qatnaydi. Qani, ol Oshdan oling. Rahmat, Oling. hormat. Ol. Qani? Ol. To'g'ri Dilobar yoniga borgan. Bora qol. Voy, kel aka, kel. Xo'sh, nima xabar olib keldingiz? Qalay, Kyoto'ra yaxshi yuribdilarmi? Dugonajon? Qara, vafodoring keldi. Vafodor. Kuttirib qo'yish yaxshi emas, choparri. Ma, qani? Yana ozgina? Yana? Ma, yeb olaqa. Hozir yetib boraman, xo'pmi? Bora qol. Sog'inib qolganlar shekilli-a? Kelin poshsha. Kyoto'raga bizdan salom deb qo'ying. Dilobar, men siz bilan xayrlashgani keldim. Uzoqqa ketyapsizmi? Ha. Rais buva, Zubay aka ikkalamizni Rossiyaga jo'natyaptilar. Qachon qaytasiz? Hammasi yaxshi bo'lsa, 10-15 kunda qaytamiz. Dilobar. Qaytganimdan keyin to'yni ham boshlab olamiz. Dilobar, bo'laqa tushlikka kech qolamiz. Sizni kutaman, Eliyor aka. Assalomu alaykum, rais buva. Kirsam maylimi? Kir. Zubay aka rozi bo'ldilar. Salarkasini qo'yib berdim. Limonga ham odam qo'yib keldim. Eliyor akani onasi kasalxonadan chiqayotgan ekan, unga ham mashina ajratib berdim. Yaxshi qilibsan. Faqat bitta ish o'xshamay qoldi. Qaysi ish? O'g'li Sharif Chanalmi gapir. keyin ham aytdilar-ki, ertalab vaqtli turib seyf kalitini olib ketib qopti. Bo'pti, borsan ishingni qil. Uni men o'zim topaman. Ishing bo'lmasa. Xo'p. Sen betta maishatini qilayotganda
Mavotga qon yetib yur-ya. Ha? Sen nima o'zingni go'llikka savasanmi? Ha? Sef keltirmay olib ketding. Men sizni tushunolmay qoldim. Kecha Elyorga garovsiz pul berib yubordingiz. Bugun yana yo'liga pul, ertaga uylantirib qo'yarsiz. Bir tiyin ham bermayman. O, men qara bola. Sen mana pulimga xo'jaylik qilyapsanmi? Ha? Sen bugun mashina jo'natishni bilarmiding? Ha? Bilarmiding? Lep padaringga qusur seni. Ichgan rag'ingni o'rgildim. Elyor bilan sen o'rtangda nima borligini meni bilmaydi o'ylaysanmi? Dada, men Dadajon, Shak. assalomu alaykum. Mana kalit. Bilasanmi qancha ovora qilganingni meni? O'zingizni bossangiz siqilmang, dada. Dadajon, kechiring ularni. Bilmasdan olib ketib qoptilar-da. Dada, Ketyapsanmi, bolam? ha. Onajon. Endi menga fotiha bering. Yonimda qolsang bo'lardi. 5 kunligim bormi? Yo'qmi? Onajon, unaqa demang. Hali tuzalib ketasiz. Dada, Labey. onamlarni shahardagi doktorlarga ko'rsating. Xo'p. Sen ham o'zingni ehtiyot qil, o'g'lim. Xo'p bo'ladi, dada. Onangni intizor qilib qo'ymagin. Xo'p. Qani. Ilohi amin. Voy borib omon qaytgin. Ilohim yigit berim qo'llab quvvatlasin. Allohu akbar. Yo'lim bexatar bo'lsin, bolam. Baroq. Xavotir olmang, oyi. Baroq. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Yaxshimisiz, Latif aka? Zubaydullaxon, siz yaxshimisiz? Assalomu Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qalaysiz, Salom, Elyor aka? Barakalla, rahmat. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldimi hammasi? Ha, dada. Bularga Latif aka fotiha bersangiz. Xo'p. Qani ilohi amin. Ilohim safarlaring bexatar bo'lsin. Allohu akbar. O'g'lim, xayr, Mayli, dada. O'zinglarni ehtiyot qiling. omon bo'l. Bizdan xavotir olma. Mayli. Yaxshi borgin. Xo'p, sizlar bu yog'iga mashg'ulotni o'zinglar o'tkazasizlar. Xo'p, hammasi joyida bo'lsin. kamchilik yo'q. Tushunarlimi? Xudoga Sog' shukr. sog' bo'lsin. Latif aka. Mayli, Bulardan yaxshi. xavotir Xo'p, olmang. xo'p. Hammasi joyida. Ilohim. Mayli, xo'p. Bexatar. Yaxshi qolinglar. Zubay aka, mana shu ko'chadan ketaylik. Yo'q, bu kim? Yigitning gapi yerda qolguncha Arslonni boshini uzilsin. Rahmat. Yo'li ham tekis. Qizlarini aytmaysanmi, uka? Rahmat aka. Arzimaydi. Xo'sh, Elyor, endi ko'yning joyiga tushdimi? Sharif? Iya. Kelinglar. Ha, tinchlikmi? Salom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Qani o'tinglar, marhamat. O'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? Tuzukmisizlar? Qalay ishlar? Xo'sh, Sharif. Mehmondorchilikning boisi nima? Shu
Bitta ish bor. Bu ishga katta pul tikkanman. Katta pul bo'lsa, odam o'ldirish bo'lsa ham, ha? Limon ortilgan yuk mashinasini yo'q qilsak bas. Egasini dadam mozlar yo'q qo'yarlar. Nodir, sen men bilan mashinada qolasan. Murod limon ortilgan mashinadagilar bilan savdolashib, ularni biz aytgan manzilga olib boradi. Menga qara. Egasi ko'narmikin ish qilib? Ko'ndirishing kerak. Katta pul va'da qilasan. Oldin yuk mashinasini topib olaylik. Ko'rmasdan turib biror narsa deyish qiyin. Nari borsa Qozog'iston cho'lda yurgandir. Menga qara. Kim bo'lsa ham seni yomon qiynabdi shekilli, ha? Xafa bo'lma. O'zim oyog'ingga tiz cho'ktiraman. To'g'rimi? Bir koptoy qilib tepsam xumorimdan chiqardim-da. Shoshilma. Hali xumoringdan chiqasan, o'g'ayli. Endi nima qildik? Zubayr aka qorndan tatalab ketdi-yu. Bugun mana shu yerda yotib qolamiz. Mana bu yerda qozoqlar shunaqangi zo'r besh barmoq qilishadiki, ertaga bemalol yo'limizda davom etaveramiz. Nima deysan? Rostdan, siz nima desiz shu-da aka. Ketdik bo'lmasa. Ana. Uzoqqa ketmagan devdim-u. Yuvinayotgan yigit yukni egasi. Yondagi sesa haydovchi. Murod. Sen borib ular bilan gaplashib ko'rasan. Aytgan gaplarim hammasi esingdami? Ko'ndirganingni qanday bildirasan? Men ishora qilaman. Bosh silkisam, ko'ngani bo'ladi. Nodir qarab turadi unda. Xo'p. Yaxshi. Boraqa. Suv nech pul, ko'ke? 5 tanga. Xo'sh yigit, xizmat. Yo'l bo'lsin yigitlar. Nasib bo'lsa Rossiyaga. Nima olib ketyapsizlar? Limon. Limonni ko'tara savdo qilmaymizmi? Rossiyaga borib ovora bo'lib yurasizlarmi? Yo'q, bu yigitniki. Agar kelisha olsak Rossiyaga bormay qo'ya qolamiz. Rossiyaning narxida to'layman. Puli naqd. Yukni tushirgach, qurtday sanab olasizlar. Nima deysan? Nodir, tushib xabar ochi. O'ylab ko'ringlar. Men hozir kelaman. Nima deysan, Elyor? Rossiyaga borganimiz bilan yo'l xarajatlari baribir shunga to'g'ri kelyapti. Endi Zubayr aka ko'p ko'rgan yigitsiz. Ma'qul bo'lsa, shu yerda ham savdolashib qo'yaveramiz. O yigit, to'xtang. Puli naqdmi? Bo'lmasam-chi? Ma'qul. Biz rozimiz. Bunda haydang. Mayli. Qani ketdik.
la'nati. Sharif-ku bu. Padaringga la'nat. Oyijon. Iya? Ha, kelin. Nima gap? Tinchlikmi? O'g'lingiz yarim kechasi keldi. Voy o'lay. Yana baloga yo'liqqan Elyor bilan yoqalashgandir-da. Hoy dadasi. Ko'proq yaxshilik qiling shu Elyor o'lgurga. Bo'ldi jon. Senlarning tushlaringga nuqul Elyor kirib chiqadimi deyman. Elyor bilan Zubay yaqinda Novosibirskda bo'lishadi-yu, qanaqasiga? Bu boshqasini urishgan. Elyorga to'nkayapti. Namuncha o'sha Elyor o'lgur yonini olasiz. Charchakayni o'chirgin, bilmasang gapirmagin, tushundingmi? Men chiqishlarni boshi bo'laman. Kim nima qilyapti? Nima ish bilan shug'ullanyapti? Qanaqa yashayapti? Sana yaxshi bilaman. Padaringga la'nat. Erkalatvordi shu bolani. Bo'ldi. Assalom. Sabrsizmisan? Zubay bilan Elyor qayerda hozir? Ha. Ana, ertaga Novosibirskga yetib boradyapti. Tuhmatam yer bilan-da. Urgildim. Keliningiz o'zi aytayapti-ku. Dadajon, o'g'lingiz qanaqadir yuk mashinasini to'xtatib qolmoqchi bo'libdilar. Yuring, bolangiz emizing. Urgildim. O'sha yashamagurdan o'lib qutulamiz chog'i. Hali gap bu yoqdami? O'zingni o'g'ling. O'zingni oyog'iga bolta ursa. Xudoyim. Mana Rossiya chegarasiga ham yetib keldik. Rostana? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Так, откуда едем? С Узбекистана. Что везем? Лимон, товарищ командир. Куда? Новосибирск. Кто в машине? Хозяин груза. С документами все в порядке? Вроде бы да. Сколько груза везете? Около 15 тонн. Хорошо. Зови его сюда. Здравствуйте, мужики. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Презент. Elyor, menimcha reketchilarning qo'liga tushganga o'xshaymiz. Yo'q-e. Хотят останавливаться. Padaringga la'natlar. Faqat to'xtamang Zubay aka. Yo'q.
Теперь придется их наказать. Если упустим, то Кармен нам этого не простит. Ну уйдут сейчас, блин! Давай обгоняй! Zubayka, to'xtamang. Вот и мавзоля. Алло. Да. Хорошо. Все будет сделано. Endi to'xtamasak bo'lmaydi, Elyor. Они едут прямо в лес. Боря, ты меня слышишь? Не беспокойся. Мы их там загоним в тупик. La'natlar. Bu ona yurish bor. O'sha yerdan o'ngga buring, Zubayka o'ngga. Nima qildik endi? Ketdik. Взять его. Браво! Такого я еще не видел, чтобы так дерзко уложить моих ребят. Хороший подарок для шефа. Лякса, браслетик одень. А ты, Вася, возьми второго козла и за нами. Ну, хватит, хватит. Идите в машину. Вставай. Послушай, толстый, сколько можно тебя учить, а? А это кто? Кто это такой? А? Клякса, в чем проблема? Да ни в чем, шеф. Это Борин сюрприз, отказник с трассы. А на кой черт сюда притащили? Не могли на месте разобраться, что ли? Шеф, он всех наших уложил. Не может быть. Да, он не такой простак, как кажется. Он и кулаками неплохо машет. Он боец, вот, посмотрите. Ну-ка, дай посмотрю. Да, ты заинтриговал меня. Пойдем посмотрим на него. Вот этот, да? Боец. Да, босс. Ну, чемпион, рассказывай, кто ты такой? Говори. Меня зовут Эльор. Я привез товар. Я никому плохого не хочу. Мы тоже никому не хотим плохого. Отпустите меня. Мне нужны деньги. Для операции моей мамы. Ты почему моих ребят обидел? Если сумеешь показать себя, я отпущу тебя. Но не с пустыми руками. Если будет из тебя толк, дадим тебе кликуху «Азиатский тигр». Что скажешь, Клякса? По-моему, звучит. Нормально, шеф. Конечно, нормально. Пошли, Клякса. А как же товар? Где мой напарник? Это уже не твое дело.
Покажешь себя, Кармен все устроит. Клякса, передай китайцу, пусть готовится к спаррингу. Хорошо. А ты, толстый, за него в ответе. Понял. Любаша! Познакомь его с нашими условиями. Конечно, папочка. Хей-хо! 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 Ну как тебе азиатский тигр? Боец стойкий. Однако пропускает удары. Психологически он не готов. Но зато он ценный. Приведи его в порядок. Это дело поправимо. 3 дня срок. Не, мало, однако. На кой черт я тебя здесь держу? Работай, я сказал. Дела делай. Хорошо, босс. Лиза, Да, босс. сделай мне крепкий кофе. Минутку. Ну что, чемпион, занимаешься? Знаешь, живым отсюда не уйдешь, сука. Сейчас. Ты труп. Тихо, тихо, бугай. Остынь. Дай сюда. А то испортишь шкуру тигру. Кармен этого не простит. Я с тобой еще рассчитаюсь. Иди. Продолжай. Вызывали? Готовь тигра на спарринг с мурашом. Мы должны решить, кто сойдется с микробом. Не рановато ли? Он еще сырой. Время – деньги. Да еще Володя торопит. Поняла. Да. Обязательно. Папочка. Толстый говорит, товар реализован. Перед отъездом шофер хочет попрощаться с тигром. Дай им попрощаться. Можно. Так что давай, действуй. Хорошо. Азиатский тигр, выйди, к тебе пришли. Minutу даю, не больше. Zuba aka. Omonmisan, uka? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Yaxshi. Ishlar bitta. Xo'sh, hammasini sotdim. Pulini ham oldim. Endi ketsak bo'ladi. Zuba aka, siz vaqtni ketkazmay tezroq yetib oling. Men bu yerda garovga qolaman. Men sensiz qishloqqa qaysi yuz bilan boraman? Kemaga tushganda joni bir deyishadi. Birga keldingmi, birga ketamiz. Zuba aka, siz xotirjam ketavering. Ota-onamga to'g'ri tushuntirarsiz. Rais buvani ham qarzini bering. Men ortingizdan albatta yetib boraman. Faqat sizdan iltimos. Yo'lda ilojini qilib ota-onamga sovg'a salom oling. Xo'p, aytganingdek bo'ladi. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Bu yoqdan xavotir olmang. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Tez kunda diydor ko'rishamiz. Bo'pti uka. Sog' bo'l. Faqat ehtiyot bo'l. Xo'p. Mana vafodor. 2 hafta bo'ldi. Lekin o'g'limdan haligacha biron bir xabar yo'q. Bir nimalar demoqchi bo'lasan-u. Tiling yo'qda. Bilaman. Sen ham el-yorimni rosa sog'ingansan. Bir nima deding, onasi? Bugun biram yomon tush ko'ribman. Aytib bo'lmaydi. Yuragim juda ham g'ash. Menga qara, onasi. Har bir ko'rgan tushi faqat yaxshilikka yo'yish kerak. Ma, rayhonni hidlab o'tirasan. Rahmat. Aytmoqchi, bugun qizlaring
nevaralaringni hammasini to'plab seni ko'rgani kelishmoqchi. Ish bilan bo'lsa, bo'lmasa xayolimdan ko'tarilay debdi. Unaqa bo'lsa, o'zingiz bir qo'l bola osh qilib berasiz-da. Iya, uni bizda boqmaydigan onasi. Hozir boshlab beraman. Omon bo'ling. Ha, vafodor. Bor, aylanib kel. Sen ham zerikib ketding. Bor. Baraqa. Bor. Oyjon, mana uzumlarni yuvib keldim. Baraka top, qizim. Oyjon. Ha, qizim? Ertaga qizlar Elyor akamni onasini ko'rgani borishmoqchi. Men ham borsam maylimi? Borsang yaxshi bo'lardi-yu, lekin ko'rganlar nima deb o'ylaydi, qizim? Axir boshing bog'liq bo'lsa, qizlardan ajralib qolamanmi? Qishloqdagilarning oldida sharmanda bo'lamiz-ku. Fatima qizlarning orasiga berkitib, ko'rintirmay olib ketaman deyapti. Voy, tavba-ey. Nimalarni o'ylab topadi bu Fatimenga? Xo'p, deya qoling, oyijon. Bora qoling. Ha, mayli. Dadang kelsinlar, o'ylab ko'ramiz. Ma, idishlarni yuvib kelgin, qizim. Пора мальчика поставить на место. Да. Давай. Быстрей. Работай. Встань. Ты же можешь. Работай. Молодец. Хорошо. Стоп. Отдохните, ребята. Алло. Привет, Кармен. Ну что, готовы твои ребята сражаться с моими бойцами? А? Да, мои готовы. Ты уверен? Хорошо. Тогда назначай день, ладно? Так, давай в субботу. Я 50 тысяч ставлю за своего медведя. Согласен? Да, Володя. Я тебя понял, я подумаю. Ах, этот шакал ставит на кон 50 кусков за своего медведя. Ах, как не хватает сейчас Артура. Он не позволил бы со мной так разговаривать. Ты, Любаша, не вини меня. Артур не рассчитал силы и поплатился. Как же сломать этого медведя, а? Как же... На кого же поставить из своих ребят? Глянь на тигра, Кармен. Что случилось? Он дылду завалил. Да ты что? И бугая тоже. Третьего тоже загнал в угол. Хорошо. Тогда сообщи Володе, мы согласны на бой. Хорошо. Любаша, пойдем посмотрим на этого тигра. Давай! Вставай! Вставай! Вот этого я не ожидал от тебя. Ну, Мураш, ты все мои надежды закопал. Ну-ка, Элик, пойдем. Поговорить надо. Ты знаешь, я рискну поставить на тебя большие деньги. Будешь драться с медведем.
Мне хочется, чтобы ты проучил это пугало. Он погубил моего зятя. И теперь моя Любаша одна воспитывает сына, понял? Мне будет страшно обидно, если ты проиграешь. Но знай, победитель забирает все, а проигравший останется в дерьме. Так что давай до субботы набери злости и растерзай этого микроба. Ради себя и меня, конечно. Я постараюсь. Не подведи меня. Русланчик, Да, мама. иди поиграй. Хорошо. Эльёр, Что ты здесь делаешь? знаешь, Эльёр, мне нужно тебе кое-что сказать. Я слушаю тебя. Славный мальчишка. Как его зовут? Руслан, Эльёр, ты не прислушивайся к Армена. Я очень хорошо знаю своего отчима. Он будет держать тебя до тех пор, пока ты не будешь побеждать. Он надеется, что ты не проиграешь свой первый бой. В лучшем случае ты останешься калекой. Я знаю, на что способен медведь. Я видела его в бою. Удары очень сильные и мощные. Единственное, что может тебя спасти, ты должен его победить. Это хорошо. Почему? Если он слабый боец, Кармену не было бы смысла выставлять его против меня. Да, но ты же еще не готов. Ничего со мной не случится. Эльёр, я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет. Я не отступлю от поединка. Я должен сражаться. Люба, это неизбежно. Таков у меня принцип. Для меня честь важнее жизни. Буду болеть за твою победу. Знаешь, что бы ни случилось в субботу, Люба, это не важно. Единственное, помоги мне отсюда бежать. Руслан, идем, сыночек. Иду. Алло? Да, здравствуй, папа. Да, он в бассейне. Угу. Да, все идет по плану. Никого к нему не пускай. Он должен психологически подготовиться. Да, хорошо, поняла. А, вон он уже выходит из бассейна. Угу. Хорошо, все передам. Ладно, пока, пап. Вот это ваша форма, а номер 27 там. Удачи.
чемпион по рукопашному бою Александр Кузнецов по кличке Котов. А сейчас в нашей программе выступает трехкратный чемпион по рукопашному бою Гена Соколов! По кличке Медведь! Встречайте! Дамы и господа, против него выступает Ильёр Юлдашев по кличке Азиатский Тигр. Yo'lim bexatar bo'lsin bolam. Xo'sh, og'ayni, o'yinni davom ettiramizmi? Nima deb o'ylovding? Shariboyvachcha, bu eski qarzlaringni qachon uzasan? Uzamanda, esga solmay tur. Qochayotgan joyim yo'q-u. Bugun bir maza qilaylik. Mayli. Bu gal
Muhlat beraman. Kelishdik. O'yinga xotiningni tikding-a? Ha. Agar yutqizib qo'ysang bormi? Yutqizsamchi, sallaga qiz olib beraman. Agar so'zimizdan chiqmasam, ana mashina bilan xotin sallaga. Yaxshi. Gap bitta. Endi buni gali. Tashla oshig'ingni. Gardkam. Uying kuydi-yu, Sharif. Erkak bitta gapiradi. Qizni olib kelganingdan keyin kalitni olasan. Zo'r. Oyjon, o'g'lingiz meni qimorda yutqizib qo'yganmish. Voy, agar u yoqqa bormasam, meni 3 taloq qo'yarmish. Voy o'lmasam. Voy sekin, qaynotangiz eshitmasin. Naq tiriklaring go'rga chiqadi-ya. Menga qarang, balki maslik qilib aytgandir. Yo'q, oyjon. Voy. Bunday qilib kelin. Siz oyingizga boring. Sharif bilan o'zim gaplashaman. Hech qayerga chiqmang, xo'pmi? Jim o'tiring o'sha yerda. Voy sharmanda, endi nima qilaman? Ну что, непруха пошла. А ты сыграй со мной, если такой смелый. Я по мелочам не играю. Ты оплошал со своим медведем, Володя. Кичился медведем, но он ничего не смог сделать с моим тигром. Слабак ты, Володя, слабак. Тебе только остается шары катать. Ну-ну. Да, надул ты меня со своим тигром, оплошал я. Но мне хотелось бы вернуть то, что я потерял. У меня есть кое-кто против твоего бойца. Назначай день, о ставке договоримся. Ты смотри, Володя, не потеряй последнего. Ты же знаешь, я не даю милости. А я у тебя милости не прошу. Посмотрим, кто кого. Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Эй, китаец! Да, босс! Приведи в порядок тигра. Скоро бой. Хорошо. Продолжай. Ладно. Удар! Давай! Сок, пожалуйста. Хорошо. Мне тоже. Ну что, как там наш уговор? Люба, чё молчишь? Ну? Я уже обо всем договорилась. С водителем, с машиной. Все будет хорошо. Когда? Потерпи еще немного. Осталось только кое-что утрясти. Mana shu jononli uchun olaylik.
Qani oldik. Oldik. Ha, Sharif. Olib keldingmi? Ha. Hozircha mana shuni olib turlaring. Agar kam bo'lsa yana olib kelib beraman. O yigit. Bu nima? Boy bergan narsang qani? O, nima deyotganingni bilasanmi o'zi? 50 ming. Ko'kida. Nima? 50 ming? Eski qarzlaring esimdan chiqdimi? Mayli. Sen uchun 40 ming. Soat 10 gacha olib kelsang olib kelding. Olib kelmasang, xotining bilan mashinang bizga qoladi. Hisob. Tushundingmi? Bor. Dilobar. Labbay dadajon. Ketyapsizlarmi? Qayoqqa oyijon? Dilobar, qizim biz dadang bilan Guliston qishlog'iga o'rtoqlarnikiga to'yga ketyapmiz. Sen qo'rqmay o'tirgin, xo'pmi? Xo'p. Fatima o'rtog'ingga tayyorlaganmisan? Fatima kelaman degan. Xotirlamasdan borib kelinglar. Ha, bo'pti. Ikkalanglar zerikmay, ehtiyot bo'lib Xo'p, o'tiringlar. mayli. Yaxshi borib kelinglar. Faqat eshikni quplab o'tir. Вот паспорт. Так. На улице ждет машина. Иди. Kim o? Fatima? Sen misin?
Qarma. Tipirlama. Baribir foydasi yo'q. Zamonga tegishni istamading. Mana esa seni qimorda yutqazdim. Endi yomoni deysan yo qimorbozlarning qo'lida o'lib ketasan. O'zing tanla. Qorong'ida bir o'zing qaytishga qo'rqmaysan-a? Yo'q, qo'rqmayman. Bora qol bo'lmasam chop. Dilobar? Dilobar? Dilobar, uxlab qoldingmi? Dilobar, qayerdasan? Ya, Dugonajon. Bu yerda nima qilyapsan? Senga nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Dilobar, gapirsang-chi, nima bo'ldi senga? Sharif. Men hayotimni bulg'adi. Nima deyapsan, Dilobar? Voy, o'lmasam. Endi nima bo'ladi? Hozir, o'rtajon, hozir yig'lamagin. Hozir men hozir borib doktor opani chaqirib kelaman. Sen shu yerda qimirlamay o'tirib tur. Tezda qaytaman hozir. Не ожидал от тебя, сука. Найдите мне его из-под земли. Kuyib ketgan gulzorlarim alvido. Kulib ketgan do'st yorlarim alvido. Armonlarim bedor ko'rgan tushlarim alvido. Billur go'zal qissalarim. Muhabbat
Assalomu alaykum. Voy, Iya. voy, keldinglarmi? Assalomu alaykum xola. Alaykum Salomatmisiz? assalom. Keling, keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzuk bo'lib Yaxshi, qoldingizmi? rahmat, Xudoga shukr. O'g'lim qani? Ish chiqib qoldi. Xudo xohlasa erta-indin kelib qoladi. Iya, kelasiz. Assalomu alaykum. Bormisiz uka? Aka turibsizmi? Sog' salomat yuribsizmi? Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. El yorqani? Bilasizmi, 1-2 kundan keyin keladi. Ish chiqib qoluvdi. Nimaga siz bilan kelmadi? Ko'nglim sezib turibdi bir nima bo'lgan. Yo, onajonisi, sen xavotirlanma. Sog'lig'i yaxshimi ish qilib? Tashlanmanglar, toppa-sog' o'g'lingiz. Xolajon. U sizga mana bu sovg'alarni berib yubordi. Mana buni Ye, shunaqami? Baraka topsin. Ana onajonisi, sen bekorga xavotirlanyapsan. Senga ro'mol berib yuboribdi, menga pul berib yuboribdi. Bolam boshqa yurtlarda qolib ketdi. Unaqa dema, o'zingni bos. Zubay o'g'lim, bir piyola choyga qalaysiz? Amaki, yuring, rahmat. Amaki. Raisga beradigan ozgina pul bor edi. Shuni Shunaqa. berib kelay. Mayli. Voy, Labey, Nosirboynikiga janozaga chiqing. kim? Qizi Dilobar vafot etdi. Xo'p, mayli. Voy. Voy. Roziya opa, sizga nima bo'ldi? Roziya. Roziya, nima bo'ldi senga? Onajonisi. Roziya, menga qara. Onajonisi. Roziya, voy, meni qo'rqitma onajonisi. O'g'lingga nima deyman? Sharif, ukang 3 kundan beri uyda yo'q. Xudoy tomon qildi bu bolamani. Xo'p. Xo'p. Tushunarli. Hozir yetib borishadi. Jinoyat qidiruv bo'limidamiz. Siz hibsga olindingiz. Bu ablah o'g'lini dastidan qishloqda bosh ko'tara olmay qoldim. Nega? Hamma 2 janozamni ovora. Sen chiqsang o'lasanmi? Hozir chiqaman. Zulfiya qani? O'g'lingiz taloq qilgan xotinga bu uyda nima bor? O, men qara. O'sha kelinni olib kelmasang, sen ham kelmagan bu uyga. Shu deymi? Bor. Tavba. Chetiga ursin seni. Ona bola oday tomon qildilar meni. Madaniyatga borasizmi? Yo'q. Madaniyatgacha olib borib qo'ying. O'tiring. Shu yerda to'xtating.
sabr bersin. Rahmat. Alloh sabr bersin. Alloh sabr bersin aka. Rahmat. Elyor? Onam yaxshimilar? Nega indamaysizlar? Onangni berib qo'ydik o'g'lim. Dilbarni ham saqlab qola olmadik. Amin. Bifazlik va karamik bi rahmatika ya arhamar. Allohu akbar. O'g'lim, bu Allohning irodasi. Hadi siqilaverma. Uyga bor o'g'lim, uyga. Allohim, endi nima qilaman? Bu nabakor o'g'il qaddimni bukib qo'ydi-ku. Qaysi gunohlarim uchun menga bu kunlarni ravo ko'rding? Ey yaratgan egam, shu qishloqni boshiman deb gerdayib yuravergan ekanman. O'z bolam meni isnodga qo'ysa-ya. Dodimni kimga aytaman? Kimga? Hali 10 gulidan bir guli ochilmagan Dilobar bilan Roziya opani yaqinlarini ko'ziga qanday qarayman? Gunohlarimni yuvishga o'zing madad ber. Meni kechir. Ey Rabbim, meni kechir. Sharifku, ketdik. Elyor aka, nimaga? Elyor aka nima bo'ldi? Gullar xazon bo'ldi, yo'lingga qara. Tunlarni o'tkazdim men yulduz sanab.
ko'nglim gulshanlari yonmoqda yorab fasli bahorimda ko'z shivirlaydi fasli bahorimda ko'z shivirlaydi chil sindi bilur ko'ngil kuzasi ko'p xatarli ekan hayot ko'chasi egamdan so'rovdim qadr kechasi fasli bahorimda ko'z shivirlaydi fasli bahorimda ko'z shivirlaydi ko'zim qara ko'nglim yara ko'zim nam pastda zamin ko'kda yig'lar yulduz ham ko'nglim qarog'ida sinmoqdadir sham fasli bahorimda ko'z shivirlaydi sizsiz bahorimda ko'z shivirlaydi bunchalar bevafo bo'lmasak falak yoshi daryo daryo yig'laydi yurak lekin ko'zimdan yosh to'kmasam kerak garchi bahorimda ko'z shivirlaydi garchi bahorimda ko'z shivirlaydi O'g'lim, ha bu yoqqa kelgin. Tinchlikmi dada? Rossiyalik bir odam so'rab ketdi seni. Zubay akangam bor yonida. Kim ekan?